Ularga ko'pchilik men qarayman, shunaqa bir past nazar bilan qaraganlarni bir ko'p ko'raman-da. Bir past nazar bilan xuddi bir oddiy bir qanaqadir bir qarash endi o'zi yashab turgan butun uyimiz, binomiz hammasini shular bo'lmasa shu qurilmaydi. Hammasini shular quryapti. Issiqda issiq, sovug'da sovuq demaydi. Hammasini quradi, boshqa qiladi. Hozir nima desam ekan, bizda shu hamma tadbirkorlar kuni bor, bu kun bor, u kun bor, hammani kuni bor, doktorning kuni bor, yuristning, lekin ustalarning kuni yo'q. O'zi asli ustalarga bitta kun qilish kerak, shu ustalarni ham bitta, ularni ham bir obro'sini ko'tarish kerak. Ularni ham jamiyatda mana hozir nima bizning jamiyatimizda oldin ustozlarni qadrlagan bo'lsa, o'rtada shunaqa bir degradatsiya bo'ldi. Ustozlarni hech kim pisand qilmaydigan bo'lib qoldi. Hozir sekin-sekin yana ko'taryapti, to'g'rimi? Ustoz, muallim, boshqalarni aytadi-ku, Yaponiyada ustozlarni ko'rsa, xuddi ana bir katta bir vazir, bir katta bir odamni ko'rgandek bukilib, salom berib, xizmatini qilib, boshqa qilib, hol-ahvolini so'rab shunaqa qiladi. Xuddi shunday ustalarga ham shunaqa muomala qilib boshlasa sekin, ular ham o'zlariga bo'layotgan mana shu muomalani ko'rib, ular ham o'zini ustida ishlaydi, ular ham o'qiydi, ular ham o'rganadi, sekin-sekin boshqa qiladi. Bu kasb ham, bu ham bir bu jamiyatimizdagi eng katta kasb shu deb o'ylayman. Eng ko'p ustalar o'zi, to'g'rimi? Quruvchilar. Ha, o'zi Butun iqtisodda o'zi qarab hayotni qo'lda ushlab turganlar shular o'zi aslida.